Assalomu alaykum. Bugun obzorimiz Yunona bozorida bo'ladi. Yunona bozor o'zimizning tilda aytganda eski Jayma bozor. Xo'p, obzorni boshlaymiz. Bu yerda mana shunaqa eski kiyimlarni olib chiqib sotadi. Ajoyib pichoqlar, bolta 8 rubl ekan. Kitoblar, idish tovoq. Bu yerda hamma narsa ishlatilgan, yangi narsa topib bo'lmaydi, ishlatilgan narsalar bo'ladi. Temir tersak, ya'ni eski bir qadimiy nimalar bo'lsa, o'shanaqa narsalar topsa bo'ladi. Temir tersak bu yerda juda ham ko'p. Masalan, Essirdagi mana bunaqa egovlar. Kimga qozon kerak bo'lsa, mana bu yerdan qozon topsa bo'ladi. Qozonni Liboydan. Va mana bunga o'xshagan qadimgi sham qo'ygichlar. Kachok bo'lmoqchi bo'lgan akalarimiz uchun gantellar bor. 32 lar tosh ham bor ekan. Anaqa nishonlar ham bor ekan. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, qadimiy tangalar bor. Bu yerda yana eng zo'r narsa topish mumkin bo'lgan narsa bolta. Bu yerda ajoyib boltalar bor. SSR boltalaridan. Bug'uni shoxi ham bor ekan, kimga kerak bo'lsa. Yana bitta qadimiy narsalardan biri samovar, mis samovar ekan bu. Qiziqqanlarga Arturni qilichi. Yo'q, Arturni emas ekan, yengil ekan bu. Bu Anvarda qilichiga o'xshaydi. Arturniki bundan og'ir bo'lishi kerak edi. Sapoklar bor ekan. Temirli.